54 ming dollarga do'stlar. 4 sotik. Unadirga chiqqaninglarda 5,5 kapadan shunday tushganinglarda Chingiz Aytmatov ko'chasi 34-xonadon bo'lyapti do'stlar. Mahallani ko'ryapsizlar, gaz, suv, svetlari bor. Yo'lni bo'yiga yaqin zo'r mahallalar. Rovotdan kira olishimiz shunaqa katta, keng 4 sotik do'stlar, lekin juda ham katta ekan. Hozir tevalarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizning ichki tomonidan ko'rinishi. Sanimiz mahalladan tevada ekan va qaranglar, uyimizning to'risida shunaqa o'zini bir ajoyib joyi ham bor ekan. Bu yerda ham o tevalarda endi baniya bir narsalar qilish uchun uje boshlab qo'yishgan ekan. Mevali daraxtlarimizgacha bor ekan, qaranglar. Bu yerlarda qo'ni-qo'shnilar yaxshi, hammasi aka-ukalarimiz do'stlar. Bu 4 sotiklik xonadonimizda 4 ta xonasi ham bor ekan. Endi временni yashayman desanglar, o'zi aslida buzib yuborish kerak. Bu birinchi xonasi, mana bu ikkinchisi, bu 3, bu 4. Do'stlar, to'g'risi bu xonalarni buzib yuborib turib, juda ham chiroyli qilib bir proyekt solsanglar bo'laveradi. Chunki yo'lda bo'yiga bir 2 minutlik maktab, nima desanglar, magazin deysizlarmi, marshrutka deysizlarmi, hamma sharoitlari bor joylar do'stlar. Lokatsiya vashshe bo'lma. 5,5 kapada O'shbirimdan tushganda. Qirg'iziston O'sh shahri 10 adirga chiqasizlar. Shahar tomondan chiqib kelayotganinglarda 5,5 kapaga kelganinglarda O'shbirim degan katta zdaniya bor. Ushbu O'shbirimdan o'tib bilan 10 qo'lga tushasizlar. Ya'ni bu ko'chamiz Chingiz Aytmatov ko'chasi, 34-xonadon. Suv, svet, gaz, местный kanalizatsiyalari bor. Ular sharoitlari juda ham zo'r. Puli 54 ming dollar deyilibdi, kami bor ekan do'stlar. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0551 bilan 60 60 00. Qaytaraman, 0551 bilan 60 60 00. Kelib dokumentlarini o'zingizlar tekshirtiringlar. Hamma yo'q yaxshi bo'lsa olib maza qilib chiroyli bir uy sog'olinglar.